Dada, azizim. Oldin kim kelganini bilaman. Janob, bu pinhona narsa bo'lishi mumkin. Yana bir marta o'ylab ko'ring. Azizim. Xo'p, bo'lmasa ketaman. Qara, agar ajrashadigan bo'lsang, hech ham xavotir olma. Seni tog'dek dadang bor. Men albatta senga yordam beraman. O'zingga doim ishonib yurgin, xo'pmi? Albatta bunday emas. Bobom qoldirgan narsalarning qiymati 100 million, hattoki milliardlab turadi. Bu aniq nima? Yugui. Nihoyat ozodman. Bu yerdan keting. Yugui, Oyi, biroz charchaganman, dam olishim kerak. uni mendan jahli chiqyapti. Nima qilsam ekan? Janob Fey, Yugui bilan munosabatlaringiz qanday? Nikohni to'xtatmoqchimasmidingiz? Onajon, men har doim nikohdan voz kechishni xohlardim va buning sababi men uylanmoqchi edim. Bu esa u ekanligini kutmagan edim. Shundaymi? Yugui qattiqqo'l bo'lgani bilan aslida juda ham qalbi yumshoq. Buni tushundim. Rahmat sizga.